Salom azizlar. Sizlar bilan uchrashganimdan xursandman yana. Sizlar bilan diydorlashtirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Judayam hammalaringizni bir yaxshi kunlarda, yaxshi ochirimlarda Allohim sabrlilarni qatorida qilsin. Bugun Xudo xohlasa ertangi kunga nimalar kutyapti bizni? Shu 4 xil kartamizdan, mana 4 xil kartamizdan ochirim qilamiz. Nimalar kutyapti bizni? Nimalar bo'ladi? Shularni bir ko'rib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisidan boshlaymiz. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Niyatini oldim, energiyasini oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Birinchi mana shu kartamizni, sapsar kartamizni tanlaganlarga. Voy dodi. Allohim ey. Xo'p. Kulash kartamiz tushyapti. Bu kartani tanlaganlar kulash kartamiz tushyapti. Nimalarnidir tugatilishi, nimalarnidir yana boshqatdan boshlanishi, ishingizdadir, hayotingizdadir, balkim bir yomon kunlarda tugashi yoki bo'lmasam bir yaxshi kunlarga o'tishingiz deb aytyapti. Balkim ishingizda, balkim hayotingizda. Xo'p. Ikkinchi kartamizni tanlaganlarga niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Like bosgan, podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Allohim bu kartani tanlaganlar. Tanlovda turibsiz o'zingiz ham. Bu kartani tanlaganlar tanlovda turibdi deb aytyapti. Yo'l, uzoq yo'l tanlovi, balkim safarga chiqmoqchidirsiz, balkim bir boshqa ishni boshlamoqchidirsiz, balkim bir ishlarni o'zingiz bir nima deydi, anaqa qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bordir. Xullas shunaqaki bir tanlovda turibdi deb aytyapti bu kartani tanlaganlarni. Bu kartamizni tanlaganlar. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Allohdan so'raymiz. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim. Bu kartani tanlaganlarga nima deydi? Pullarni kelishi, hayotingizda tinchlikni bo'lishi, yaxshilik kunlar, omadlarni kelishi, vafodorlik bir-biringizga, farzandlaringiz yoningizda, oilangiz yoningizda tinch totuv yashayotganlar, albatta pullar kelishi bor deb aytyapti. Juda tinchlikda, balkim bir uzoqda bo'lsa kelishi, oilangiz yana qaytadan to'lishi, shunaqa bir chiroyli karta tushdi. Menimcha ham pullar, ham daromadlar, ham bir chiroyli hayotga qaytishingizni deb aytyapti. Xo'p, 4-chi kartamizni tanlaganlar. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Bizga like bosgan, podpiska bo'lganlar niyatini oldim. Faqat bizga like bosgan va podpiska bo'lganlargagina. Juda tezlikda yangilik, xush xabar kelishi bor. Bu kartani tanlaganlarga qanaqadir yaxshi xush xabarlar kelsin, ilohim, omadlar kelsin, yaxshi yangiliklarni eshiting, hayotingizda, ishingizda bo'lishidan qat'iy nazar juda ham yaxshi karta tushdi ertangi kunga. Bu kartani tanlaganlar uchun yangiliklarga boy va juda yaxshi xush xabarlarni eshitishi deb tushyapti kartalarimiz. 4 ta kartadan mana tanlov qildik. Yaxshisini oling, yomonini koinotga jo'nating. Qaysi kartani tanlagan bo'lsangiz taqdir bu. Avvalo Alloh, banda sababmiz. Agar qaytarma qildirmoqchi bo'lsangiz, o'qitib tozalatmoqchi bo'lsangiz, yo'llaringizni ochirmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Yakka ochirim qildirmoqchi bo'lganlar ham albatta murojaat qiling. Telegram raqamimiz yozilgan. Xudo xohlasa, ertaga yana bir ochirim qilamiz. Alloh nasib qilsa, yaxshilik kunda va chiroyli ochirimlarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yana qayta ko'rishguncha sog' bo'linglar. Allohga omonatsizlar azizlarim.